Assalomu alaykum muslimalarim, yaxshimisizlar, yaxshi dam oldinglarmi? Bundan oldingi qo'yilgan istoriyadagi otsefi ko'rib, ozgina sal yuragim ezilgandek bo'ldi. Sal ko'zlarimga yosh keldi. To'g'ri, bu albatta xursandchilik ko'z yoshlari. Shu darajada bolajonlarga Allohim qodir qilib qo'yibdiki, bolajonlarga foydamiz tegayotganidan juda ham xursand bo'ldim. Bu otsefi eshitib, o'zimni o'sha bir necha yil oldingi holatim esimga tushib ketdi. Bu to'g'risida sizlarga ham ozgina gapirib bermoqchiman. O'zimni farzandimda bir necha yillar oldin shunaqa ismalab 39-40 gradusli ismalar berib yotganda doktorlarga telefon qilsak, doktorlar telefonlarni olishmay, SMSlarga javob berishmay shunaqa o'zligini olishardi. Lekin vaholanki ular qasamyod qilishgan har bitta bolaga javob berish vaqtida ularning vazifasi bo'lardi. Shunda men o'zimga va'da bergandim. Agar men doktor bo'lsam, Xudo xolasa shu holatda Xudo xolasa har bitta bola bilan individual yondashib, har bitta SMSlarga javob beraman. Kecha-yu kunduz telefonlarga javob beraman deb o'zimga o'zim va'da bergandim. Alhamdulillah shu va'dam ustidan chiqishga harakat qilyapman shu paytgacha. Hozirgi otsefni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Rahmat sizlarga shunchalik ishonchingiz uchun, bolanglarni menga ishonch bildirib olib kelayotganingiz uchun sizlarga ham alohida rahmat deb aytib o'tmoqchi edim.